o'chirib qo'yibsiz-ku. Qishloq aka hamma ketmalar ochadi deganingiz, xabar rais bog'ni ko'chmayapti-ku. Rais bor ketmonlar hech qachon uchmaydi. Nega? Hatto sizni tomorqangizda yomg'ir ham yog'maydi, sabzavotlar ham o'smaydi. Tomorqang ham kerak emas, sabzavotlaring ham kerak emas. Ketmonimni uchadigan qiling. Siz hech qachon uchmaysiz. Nega? Siz kechirib bo'lmas jinoyat qilgansiz. Assalomu alaykum, boyata. Va alaykum assalom. Xo'sh, nimaga kelding? Yo'q, hech narsa, o'zim sizdan xabar olgani keldim. Yaxshi. Menimcha, sen biror korxon bilan kelgansan. Xo'sh, nima bo'ldi? Xo'p, ana dandan sopli pichog'ingiz bor-ku, o'sha sinib qoldi. O'shani aytgani keldim. Xo'sh, nima qilibsizda? Men ro'zg'orda meni pichog'imdan boshqa pichoq yo'q ekanmi? Ana o toza tizni terisini ishlayotgandik, suyaga tegib sinib qoldi. Toza timga nima qilibsizda? Shu shoshib qoldik-da boyata, toza tiz o'lganda terisi bekor ketmasin deb shatta shilib qo'ya qoldik. Xo'sh, qanday qilib bo'ldi? Harom o'lgan otni go'shtini yeb buku o'ldi. Voy, otga qanaqa ot? Qanday qilib o'ldi ot? Begona otni go'shi emas, o'zimizni to'ra qashqani go'shi. Xo'sh, nima qilib bo'ldi? Xomlik qilib o'ldi. Qanaqa qilib xomlik qilib bo'ladi? Otizga arava hech qo'shilmagan ekan. Arava qo'shib tortgandek, zo'riqib o'lib qoldi. Nima? Meni otimdan boshqa, men o'zimni otimni boqqandan boshqa ot yo'q ekanmi? O't ketganda uloqchaligiga qarab o'tiraladimi? Bir paqir bo'lsa ham suv tashiladi-da. Hoy bola, sen nima deyapsan? Qayer yondi? Qo'rg'on ham yondi, ombor ham yondi, otlaringiz o'ldi. Nimaga o'ladi? Qanday qilib yong'in bo'ldi? Siz ham xit qilyordingiz-da xo'jayin. Shamdan o'tdi. Nega shamdan o'tadi? Toshkentdan olib kelgan shuncha 40-fonarim nima bo'ldi? Xit qilyordingiz-da xo'jayin, o'lgan odamning arvohi chiroqni yorug'ida o'ynaydimi? Birinchi kosaga suv qo'yiladi, unga jo'xori qo'yiladi. O'lgan odamning ruhi jo'xoriga qo'yilib damini oladi. Keyin shamning yorug'i bilan o'ynaydi. Hoy bola, nimalar deyapsan? Kim oldi? Sizni kichkina o'g'lingiz Bo'riboyevachcha. Voy, nima qilib o'ladi? Terakka chumchuqda bolasini olaman deb chiqqandi. Yiqilib tushdi-yu, dada deb o'lib qoldi. Voy bola. Hasan, nima qilyapsan? Otdaynimi? Jam, buldiraman. Voy, nima qilib qo'yding? Voy, ahmoq, bore, ishingni qil. Qara lekin, sindirib yuboraman. Terminator bo'lsang o'zingga. Men Ninja Cherepaqaman. Ya. Oyijon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Тревога! Voy. Senmiding? Salom desam eshitmadingiz. Ol, g'alaba senga. Hozir pulim yo'q-da. Puling kerak emas, sendan pul olardi. Pulingizni qayerga yo'qotgansiz? Pulimni. Esimdan chiqib ketgan narsani esimga solding. Ana osmonga bulutlar chiqdi. Yuqor shu osmonda bulutlar chiqsa yo'qotgan qo'limning o'rni og'riydi. Shu desang, o'sha paytlarda men yosh edim, zabardast edim, baquvvat edim. Keyinchi nima deyotding? o'sha paytlar yosh edim, zabardast edim, baquvvat edim. Shu desang, dalada ketayotganimda yo'limdan ajdarho chiqib qoldi. Kimsan dedim. Mening ismim Hitler deydi. Senga nima kerak dedi. Chap qo'lingni ber dedi. Keyin nega deb so'rasam, bo'lmasa qishlog'ingni vayron qilaman dedi.
Keyin shartta chap qo'limni uzdim-da, ajdarhoga berib yubordim. Keyinchi? Nima keyin? Hozir qishlog'imiz mana osoyishta, osmonimiz musaffo, sizlar tinch yashayapsizlar. Aldayapsiz-a bu? Sizga aytsam 1942-yil Berlin ostonasida yarador bo'lib yotgan ekan. O'shanda vrach Peter sizga narkoz urmasdan aroq ichirib, qo'lingizni kesib tashlagan ekan. Nimalar deyapsiz, ha? Tushuning bu. Bu fakt. Qani qo'lingizni ko'rsating. Yo'q, qo'rqib ketasan. Ko'rsating bu. Yo'q, siyibmiz. Ana ko'rsating. Ajja, ujar bo'layotgan-ku. Mayli ko'rasan. Voy, nimadir urishyapti. Voy. Qo'limni Zarodino deb yozilganmi? Axir men buni 42-yil o'rtog'im Fedya chizgan-ku.